Hamma yoqda muammo, hamma traderlarni yo'qotadi, lekin ularga hech kim ish bermaydi. Kimdir bugun hash rate'ni olib boshqa kishiga sotib, masalan, o'zida foiz qo'ymoqchi bo'lsa, har bitta fazada bizga berib boradi traderlarimizga va buni sistemasini JP Morgan bankdan olyapmiz. 7 ta fazada 100 million dollar O'zbekistonga kiritish niyatim bor agar qanaqadir qarshiliklarga duch kelmasak. Umuman olganda blockchainni ham, искусственный intellektni ham o'sha zamini bu data center o'sha ma'lumotlarni qurilmalar, o'sha GPU, ASIC bular o'shalar kuch beradi, quvvati o'shalar bo'lmasa hech qaysi ishlamaydi ularni. O'sha uchun biz biznes mindset bilan yurasiz va biznes mindset siz uchun qayerda imkoniyatlar yaxshi bo'lsa, qulay bo'lsa, bu eng asosiy omil. Nima uchun Bahraynda emas? Masalan, sizga mana shunaqa taklif bo'lgan. Nima uchun Bahraynda emas, aynan O'zbekistonda qilishni rejalayapsiz? Oldingi Rocket alt sezonda bo'lmaydi, har xil farqlanadi alt sezon. Abdurahmon aka, mana DeFi kirib keldi, portlab deyapsiz. NFT ni o'ziga xos anaqasi bo'lgan, davri bo'lgan, o'zi umuman kripto sferada shu paytgacha. Nima deb o'ylaysiz? Keyingi boost qaysi yo'nalishda bo'lishi mumkin? Chunki jim-jimador qilib ko'rsatiladi loyihalar. Lekin ichiga kirsangiz ozgina o'zi shu ayini qo'shgan, tamom. Bu borada o'zingizning mezoningiz qanaqa? Masalan, bitta kripto loyihani real deb baholashingiz uchun eng asosiy 3 ta mezon qanaqa sizda? Men shunday deb o'ylayman, что efir borib birinchi o'ringa chiqadi. Kriptovalyuta bozorida kapitalizatsiya bo'yicha, narx bo'yicha emas, kapitalizatsiya bo'yicha. Ular kimlar? Bu ham ko'p qulay. O'sha boshida boshlagandan beri masalani ham kerak. Swapsan, Dex deyapsan, qanaqasiga mendan KYC so'raysan? Endi nima qilasan? Okey, oyog'imiz sindi, endi emaklaymiz degan. Sizda miyovliga equity taklif qilamiz. Da. ham fix loyihalar ishlab chiqariladi. Portugaliya, Bahrayn, Abu Dhabi, O'zbekistonda bo'ladi. Birinchi 4 ta tochkasi. Save my soil. Tamom, pul yo'q, hamma joy yaxmalak. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Blockchain Texnoda kripto ekspertlar bilan intervyular seriyasi davom etadi. Bugun epizodimizda Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan Crypto Miners kompaniyasi asoschilaridan biri, Pinlink loyihasi direktorlar kengashi a'zosi Abdurahmon Ruhullayev bo'ladilar. Yana bir bor assalomu alaykum Abdurahmon aka. Rahmat. Abdurahmon aka, vaqt ajratib kelganingiz uchun sizga rahmat. Sizlarga ham rahmat taklif qilganingiz uchun. Abdurahmon aka, meni ishonchim komil, menga o'xshagan sizdan intervyu oladiganlar ko'pchilik hamma sizni mana shu proyektlar orqali taniydi. Kripto industriya bilan bog'laydi sizni shaxsiy bevosita. Lekin siz o'zingizga shunaqa imkoniyat berilsa, siz o'zingizni qanaqa tanishtirgan bo'lardingiz? O'zimga shunaqa imkoniyat berilsa, men juda ham ko'p qirrali insonman. Sportda ham qatnashganman. Vaqti bir 5 yil oldin masalan boksyor deyishgan, boshqa deyishgan. Oddiy inson sifatida tanishtirardim. Men o'zi kripto investor, kripto bu juda ham ko'p ishlatganim uchun o'zi zerikkanman bu narsadan. Oddiy shu O'zbekiston e'loni Abdurahmon. Ajoyib, rahmat. Abdurahmon aka, oxirgi paytlarda nimalar bilan bandsiz? Shu kunlarda. Shu kunlarda asosiy muammo bo'layotgan narsa bu o'sha kriptovalyuta o'zi pikka chiqqan narxi jihatdan ham ommani e'tibori jihatdan ham ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan narsalardan biri. O'sha uchun proyektlarimiz juda ham qaynayapti. Proses, ish juda ham qaynayapti. Miningda ham bilasiz, o'zingiz aytdingiz, o'sha Pinlink loyihasini, o'sha marketplace, ya'ni bu birinchi RWA raqamlashgan marketplace, o'sha real world assets fractionlar orqali oladigan marketplace birinchi bo'lgani uchun o'sha yerda hozir biz Hashlink degan loyihani ham ishlab chiqyapmiz. Ya'ni hash rate'ni biza arendaga berishimiz mumkin yoki siz biza servis ko'rsatamiz, siz hash rate'ingizni berib boshqa insonga, masalan Amerikadan turib O'zbekistonga, O'zbekistondan turib Amerikaga o'zingizning hash rate'ingizni arendovat qilishingiz mumkin yoki berishingiz yoki olishingiz mumkin. Shuni ustida ishlayapmiz. Mining rentalga o'xshagan, lekin buni farqlari shunda bo'ladiki, ko'p kishi stable yaxshi ko'radi, stabilizatsiyani yaxshi ko'radi. Что stable bo'lsin deydi. Ularga ham ikkita yechim beramiz, что hash rate'ni Bitcoin orqali olish ham bor, hash rate'ni USDT yoki USDC orqali, aslida USDC bilan ishlaymiz, chunki USDC ni uncha yoqtirmayman o'zim.
USDC orqali qilyapmiz. То есть insonlar kimdir katta fursatga bitcoinga fokus qaratadi uzoq muddatga o'shanga bitcoin orqali olishi ham mumkin yoki kimdir bugun hash rate ni olib boshqa kishiga sotib masalan o'rtada foiz ko'rmoqchi bo'lsa USDC ni qabul qilmoqchi bo'lsa USDC uni orqasida staking juda ham ko'p narsalarni o'sha pinlingni ekosistemasiga tiqyapmiz. Sui blockchain orqali energiya sohasida shamol elektr stansiyasi quryapmiz. Bilasiz, o'sha elektr energiyani tokenizatsiyalashtiryapmiz. Shuni ustida ishlayapmiz. Полностью основной. Elektr energiyani tokenizatsiya qilish Buxoroda qurilyapti-da, shmasam men faol kuzatib borib. Abdurahmon aka, siz yaqinda Bahraynda ham bo'lib qaytdingiz. U qanaqa loyihalar yuzasidan? Endi hozir ko'p kishi men hayotim уже o'zimni darvishga o'xshatyapman-da, o'sha o'ylardan uzoqqa. Faqat proyekt bir sanab chiqsam bir xil proyektlarim esimdan chiqib ketyapti уже. No, biznesmen sifatida opportunityni, ya'ni imkoniyatni qo'yib yuborish kelmaydi-da, biznesmen, bironta biznesmen. O'sha Bahraynga taklif bo'ldi, ularga bordim, qatnashdim, tushuntirdim. U yerda hub bor, GGC hub, o'sha fond bozori o'ziniki. O'sha hubga Qozog'iston a'zo bo'lgan. Bu yerdan vakil sifatida o'sha networking orqali meni taklif qilishdi. O'sha direktorlar kengashi a'zosi, o'sha direktor bilan ko'rishib, gaplashganimda juda ham ko'p gaplashdik va men o'zimni fikrlarimni bildirdim. Что Bahraynda shunaqa model qilaman. Traderlarni shakllantiramiz va ularni ishga olamiz dedim. Hamma yoqda muammo, hamma traderlarni o'qitadi, lekin ularga hech kim ish bermaydi. Hamma o'qitish bo'yicha domlo, lekin ishga olishga hech kim yo'q. O'sha uchun qarab chiqsam o'zimizda fond bozori shakllanmagan, o'zimizda bunaqa trading hedge fondlari yo'q. O'shani birinchi bor tashkil qilish uchun O'zbekistondan boshlayapmiz, lekin u yo'qni direktor menga aytayaptiki, yo'q, bu narsani qo'lingdan ushlab bo'lsa ham Bahraynga qildiraman. Ya'ni shu narsani Bahraynga qildir dedi. Va fondlar, masalan, banklarda pul bor u yerda, lekin traderlar kam u yerda ham. O'sha uchun biz birinchi bo'lib O'zbekistonda boshlashni niyat qilganmiz. Hozir kontraktimiz bor, $100 million 7 ta fazada. Har bitta fazada bizga berib boradi traderlarimizga va buni sistemasini JP Morgan bankdan olyapmiz. Boshqaruv sistemasini, traderlarni boshqarish sistemasini, chunki hammasi o'zining emotsiyasi bor, o'zining hissiyotlari bor va shunga sun'iy intellektni qo'shgan holda sistemani tayyorlaymiz. Ya'ni har bir traderni sun'iy intellekt har bir savdosini ochganini, yopganini analiz qilib boradi. Qaysi parada qanaqa u win rate ushlayapti, nima qilyapti, o'shanga qarab har bitta savdoga depozitdan dostуп beradi, yopadi, stop qiladi. Shunaqa qilib tayyorlaymiz. Bu juda ham katta protsess. O'sha uchun bir 2-3 oyda, hozir bir necha oy oldin boshlagan bo'lsak, bir 6-7 oy oldin boshlagan, bir 2-3 oyda tayyor bo'ladi. Asosiy borishdan maqsad as a businessman pul olish bo'lgan. Shunga erishdik. 7 ta fazada $100 million O'zbekistonga kiritish niyatim bor, agar qanaqadir qarshiliklarga duch kelmasak. Endi o'zimni shaxsiy qarashlarim, men unaqa davlat xalq deyman, lekin davlat bilan integratsiyam unchalik yaxshi qo'yganman deb bilmayman. Chunki qarashlarim shunaqa meni. Agar O'zbekistonda masalan shu narsalarni joriy qilsak, asta-asta men o'ylaymanki, O'rta Osiyodagi eng birinchi hedge fondni tashkil qilib bilamiz. Selimiz shu 5 yilning ichida kapitalni $500 million ga raise qilish bu tarafdan. CryptoMinersda kecha qo'ydim, G'antut loyihamiz bor, 48 megawatt Abu Dabida qurilyapti. U qanaqa loyiha? U data center mining uchun 3 ta fazada olganmiz, 48 megawattlik, ya'ni общий 144 megawatt bo'ladi. 144 megawatt 3 ta fazada olganmiz. Hozir birinchi fazasi qurilyapti, 48 mingta, ya'ni 20 ta substansiya bo'ladi, konteynerlar, o'zimiz ishlab chiqargan konteynerlar. U yerda mining qurilmalari investorlar tomonidan masalan 1 megawatt, 2 megawatt, 10 megawatt sotib olinadi. Yillik
3 yillik, 4 yillik shartnoma qilamiz. Ya'ni o'zimizda, ya'ni xabaringiz bo'lsa kerak, Phoenix bor u yerda davlat bilan shartnoma qilgan. Biza ikkinchisi. Endi Amerikan investorlari ikkinchi Phoenix qidiryapti u yerda. Kelib что ko'rdi, Phoenix rivojlanib ketdi, davlat ulushidori bo'ldi. Early stage kirib olish. Da, early stage kirib olish uchun hozir shunaqa olib boryapmiz. Loyihamiz ishga tushgan. O'zbekistonda ham shu uchun ishlayapmiz, ya'ni data center o'zi bizani nisha, o'zi mining ko'p kishi tushunmaydi nimaligini. O'zbekistonda ham, dunyoda ham juda ham kam kishi tushunadi nima uchun qilinadi deb. Umuman olganda blockchainni ham, искусственный intellektni ham o'sha zamini bu data center, o'sha ma'lumotlarni qurilmalar, o'sha GPU, ASIC bular o'shalar kuch beradi, quvvati o'shanda. O'shalar bo'lmasa hech qaysi ishlamaydi ularni. O'sha uchun biz bu industriyani yaxshi o'rganib chiqqanmiz va bu yerdagi nechta o'sha industriyada ichidagi barcha kompaniyalar hammasi mingga milliard. Hammasi. Nima uchun shu yerda kirib ishlamasligimiz kerak? To есть competition members kam, odamlar kam, no? Raqobatsiz. Kirsa bo'ladi, ishlasa bo'ladi. O'sha uchun polностью shu narsaga fokus berganmiz. Shuni ketyapti. Juda ham zo'r. Abdurahmon aka, mana yuqorida aytdingiz, siz biznes mindset bilan yurasiz va biznesmensiz. Siz uchun qayerda imkoniyatlar yaxshi bo'lsa, qulay bo'lsa, bu eng asosiy omil. Nima uchun Bahraynda emas? Masalan, sizga mana shunaqa taklif bo'lgan. Nima uchun Bahraynda emas, aynan O'zbekistonda qilishni rejalayapsiz? Endi bu narsaga sabab ana bir 5 kun, 6 kun oldin Dubayda o'sha partnyorim bilan suhbat davomida baribir bo'ladi-ku, что negotiation momentlar, masalan, muzokaralar. O'sha yerda men boshqa narsani gapiryapman, u boshqa narsani gapiryapti, keyin aytayaptiki, men aytayapman, men bu men's principle, ya'ni meni qadriyatlarim desam, aytayaptiki, seni qadriyatlaring boshqa, biznes boshqa deyapti-da, biznesning yo'li boshqa. Davay negotiate qilaylik, to'g'riroq. Men aytayapmanki, yo'q, meni qadriyatlarim ostida, zaminida men biznesimni tuzaman. Men biznes uchun o'zgaradigan shaxs emasman. Ya'ni menga to'g'ri kelsa, negotiation for me, no negotiation. Meni prinsipim bo'lishi kerak. Agar men zadivat qilsa biron joyga, men ishlamayman bunaqa narsaga deb aytganman. O'sha uchun buni qadriyatlarim, ya'ni o'sha nima uchun vetrogenerator, o'sha shamol elektrostansiyasini Buxoroda qurayotganimiz, nima uchun O'zbekistonda qilmoqchiman. Chunki bu yoq meni vatanim, xalqim. Shularni ko'tarilsa, ertaga meni farzandim shu yerda katta bo'ladi. Masalan, baribir ham men tushunaman, nimadan buni tushunib yetganman? Dubayda yuraman-ku. Da meni uyim yo'q. Lekin baribir nimagadir hissim tark etmaydi, baribir uyning hissi boshqa. Baribir ham musofirda o'zingizni his qilasiz-da. Qancha masalan o'sha yerda ham kelasiz, yotasiz, turasiz, ishingizni qilasiz, hamma narsa aytilganidek uyda, lekin baribir uy hissi boshqa. O'sha uchun men o'ylaymanki, baribir vatan degan narsa shu. Men vatan deganda bu men o'zi человек mira deyman, dunyo odamman. Kosmopolit. Menga lekin chegara qo'yish kerak emas, lekin baribir ham odam o'sha chehralar, yaqin chehralar deydi-ku, o'sha narsa tortadi. O'sha uchun baribir ham shu yerdan tug'ilganim sababsiz emas degan narsa bor-da menda. Masalan, Xudo shu yerda meni dunyoga keltirganmi? Demak, shu yerda nimadir missiyam bor. Birinchi shu yerda boshlashim kerak deyman. Nima qilsam ham foydam tegsin. Arab meni qadrlamay aytishligi mumkin. Bunisi meni qadrlamasligi mumkin. Lekin bir kun yo'q, bir kun masalan shuncha harakat qilgan o'sha cho'lpon boshqasi ham harakat qilgan-ku. Keyin borib tushunishgan odamlar, ularning xatti harakatini. Nima uchun bular bunaqa qilgan? Men hozir qadrlashlarini yoki ertaga qadrlashlarini xohlamayman, lekin bir kun bu yo'q, bir kun odamlar nima uchun harakat qilganini tushunib yetadi degan o'yla xayolim bor. O'sha uchun shu yerda ko'pincha harakat qilaman, shu yerda qilishga, birinchi navbatda O'zbekistonda qilishga harakat qilaman. Lekin baribir ham Bahraynda ham qilaman. Abu Dabida ham qilaman. O'sha Portugaliyada ham o'zi boshlaganmiz. Ya'ni bu hub bo'ladi, juda ham ko'p qamrovli bo'ladi, lekin birinchi baribir O'zbekistonda qilaman. Meni vatanim shu qadriyatimga mos bo'lgani uchun. Zo'r. Sizga o'xshagan biznesmenlar ko'paysin. Abdurahmon aka, meni bu sferaga, blockchain sferasiga 8 yil burun kirib kelgansiz
va xohlaymizmi yo'qmi, bu kimgadir kam, kimgadir ko'p muddat bo'lishi mumkin, lekin salkam dekada. Hozirgi kripto bozor bilan 8 yil burungi kripto bozorni farqi nimada siz uchun bugun? Juda katta farq bor. Endi bilasizmi, что agar 8 yil oldin sohada kirib kelgan inson va 8 yil oldin chiqib kelib, yana qaytib kelgan inson ko'rsa sohani, kosmический farq ko'radi-da, masalan. Juda ham katta farq ko'rib ketishi mumkin. 8 yil oldin hozirgi holat juda ham osmon. Endi men shu 8 yil davomida faqat ishlab yuribman-ku. Asta-asta o'zgarishlar bo'lgan-ku, sezilmaydi. Lekin orqaga borib qarasangiz, ko'p narsani sezasiz. Ya'ni bitta farzandingizni sizni ko'zingizning oldida katta bo'lsa, u sezilmayotgandek katta bo'layotgan, lekin bir 2 yil boshqa joyga borib kelsangiz, sraz sezasiz katta bo'lganini-ku. Lekin agar raqamlar bilan tenglashtirsak, juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan. O'sha Binance'dan tortib, hozirgi masalan birjalarni даже interfeyslarigacha, даже o'sha interfeyslargacha o'zgarishlar bo'lib ketgani, уже bu u yog'ini qo'yib turinglar, что мировой tarafdan qancha cheklovlar bor edi, masalan biza efir olishim kerakmi, bitcoin olishim kerakmi? Men hech qachon primoy olib bilmaganman. Masalan, Rossiyada Vlad degan o'rtoqlarim bo'lgan, Ozarbayjonda, Ukrainada o'shalar bilan gaplashib, boshqa qilib olgan biza. To есть qiyin edi-da o'sha vaqtlar bizada. Umuman qiyin edi. No hozir salkam bu dunyoni уже tan olinyapti. Keyingi valyutasi baribir istaymizmi, istamaymizmi? Da CBDC kirib kelyapti. Bu CBDCga tashlanayotgan qadam o'zi kriptovalyuta. Buni xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Lekin kriptovalyuta уже ekonomikaning bir ajralmas qismi уже. İstayimiz oldin bunaqa emas. Ko'p kishi shubha bilan qarar edi, soxta pul der edi. Hech kim tushunmas edi, lekin hozir juda ham ko'p kishi tushunyapti. Ma'nosini, mohiyatini gap boryapti. Shu tarafdan juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lgan. Endi proyektlarni aytmay qo'yaveraylik. U DeFi kirganda biza endi sohada edik. DeFi juda ham portlab kirib keldi. DeFi loyihalar, keyin NFC kirib keldi bu yoqdan. Juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Abdurahmon aka, mana DeFi kirib keldi, portlab deyapsiz. NFT'ni o'ziga xos anaqasi bo'lgan, davri bo'lgan, o'zi umuman kripto sferada shu paytgacha. Nima deb o'ylaysiz? Keyingi boost qaysi yo'nalishda bo'lishi mumkin? Keyingi boost RWA loyihalarida bo'ladi. Ya'ni уже bunaqa stadiyalardan o'tdik-da, puzer stadiya deymiz. Juda ham katta pul kirishi, juda ham katta pul chiqib ketishi, up and downlar bo'lishi, stabilnostni yo'qligi, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, traditsion investorlar hozir ko'p. Ya'ni yosh katta insonlar, yosh katta kompaniyalar ko'p va ular stabilizatsiyaga ko'proq e'tibor beradi va ular ko'rishdi, что bu yerda qanchalik o'sish bo'lsa ham tushish ham bor. Qanchasi tushishlarga chidab berdi. O'sha uchun hozir orqasida realniy proyekt bor bo'lgan loyihalarga juda ham katta pul tiqiladi va shular o'sishi kutiladi. Ya'ni RWA, real world assetslarga ko'proq e'tibor beriladi va искусственный intellekt bilan bog'liq narsalar ham masalan rivojlanishi kutiladi. Lekin NFT bular hype bor edi, bu boshlab berdi-ku NFT masalan hype'ni. Lekin asta-asta odamlar tushunib borib bu tokenomikaga kirib kelyapti. NFT o'sha ham baribir not fungible bo'lib kirib keladi. Ya'ni poydevor bo'lib berdi, endi rivojlanadi bu soha. Ya'ni integratsiya qildiriladi, adaptatsiya qildiriladi bu narsalarga va bu keyingi rivojlanish, men o'ylaymanki, shu RWA loyihalarda ko'pincha energetika bilan bog'liq bo'lgan loyihalarda, chunki men fokusim ko'pincha shu yerda. Kim bilan gaplashsam ham ko'pincha shu narsaga ko'proq e'tibor berishadi. Va endi Web 3 loyihalariga ham